Assalamu alaykum bütün dünyadaki barlıq aziz görürmenlerimiz Dünya Uyghur Kurultayı Tor Televiziyasının Uyghur Avazı Söhbət programmasına hoş geldinler. Ben program riyasətçisi Baxtiyar Ömer. Aziz görürmenlerimizninki söhbətni görüş jarayonida kanalımızga a'zo bo'lishni va hambarilishni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Bugün Avrupa Parlamentida elingan Xitoyning Uyg'urlarga qarata sodir qilayotgan qilmishi insoniyatga qarshi jinoyat va jiddiy irqiy qirg'inchilik tahdididan iborat degan bu qarorning elinish jarayoni va u taklifni kimlar Avrupa Parlamentiga sundi bu to'g'riliq uchur egallashga tirishimiz. Bugungi aziz mehmonimiz Dünya Uyg'ur Qurultayı Berlin ishxonasi mudiri shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultayı Uyg'ur tili bayonotchisi G'ayur Qurban apandi. Suhbatimizga xush keldingiz, hurmatli G'ayur Qurban apandi. Köp rahmet ziyaretiniz için. Anda olsa bugün bir ciddi söhbet olib qoldi. Söhbetimizni rasmiy boshlaylik. Aldı bilan so'riladigan savolimiz hurmatli G'ayur Qurban apandi. Ansak Avrupa Parlamentida elingan qaror taklifini sungan xili ko'p sondagi parlament a'zolari Germaniyaniki parlament a'zolari ekan. Albatta hammamizga ayon Avrupa Parlamentida 700 dan ortiq 705 parlament a'zosi bor ekan. Siz Dünya Uyg'ur Qurultayı Berlin ishxonasi mudiri shundaqla Germaniyada uzundan beri shu maxsus Dünya Uyg'ur Qurultayiniki Germaniya hukumat bilan bo'lgan xizmatiga mas'ul bo'lish sifatingiz bilan bu taklifni kimlar qachon Avrupa Parlamentiga sundi va bu taklifning zo'r ko'p sonli parlament a'zolarining qo'llashiga erishishni ular qanday bu taklif orqali qo'lga keltirdi? Bu to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Elbette Avrupa Parlamento'da bu 6. ayının 9. günü aziz halkımızınki takdir için münasebet olan nihayet mühim bir karar elinde. Bu karar degandagidek Avrupa Parlamento'daki 5 partiya guruhununki cemi 81 nefer parlament a'zosininkki qo'ygan 5. ayının 6. ayınınki 7. günü qo'ygan 6 xil qaror taklif loyihasiga asoslangan holda hammalarniki o'rtaq bir kelishi bilan 6. ayning 9. kuni e'longan bir qaror bo'ldi. Albatta bu 81 bu qaror taklif loyihasini o'tirib qo'ygan 81 nafar Avrupa Parlament a'zolarining ichida eng ko'p sonli Germaniyadan kelgan parlament a'zolari egallaydi. Degandagidek biz Dünya Uyg'ur Qurultayı mayli o Berlin ishxonasi bo'lsin yoki Myunxendagi markaz ishxonasi bo'lsin va yoki bizningki eng London va Bryusseldagi ishxonalarimiz bo'lsin, bu xalqimizningki ahvozorlarini o'zimiz turishlik davlatlardagi xalqlarga anglatish bilan bir vaqtda yana shu yerlik davlatlarningki parlamentlarga ve siyasetçilik anlatışlarla birli vaqtda bu devletlerninki Avrupa Parlamenti turuşluq a'zolari bilan davomli degidek do'stlik, unutish, Uyg'ur davosini anlatish va ularniki yestashlikni qo'lga keltirish orqali shu davlatlarda xalqimizning taqdiriga munosabatlik foydali siyosatlarni o'tirg'i chiqish uchun tirishib keldik. Shu tirishchiligimizningki bir natijasida biz Germaniyada şu Avrupa Parlamentiga Germaniyadan saylanib qolgan parlament a'zolari bilan yaqindan tanishish, do'stlashish, ularga Uyg'ur vaziyatini haqida to'g'ri va poklik ma'lumotlarni sunish va shu orqali ularningki ishonchini va qo'llashini va shundaqla insonparvar oldiki bu eslashlikni qo'lga keltirishga tirishib keldik. Shu jarayonda masalanga mushqtimliq Avrupa Parlamentiga sunulgan taklif loyihaninki eng dastlabki sungan shu taklif loyihaninki hozirgi shu asosliq shaklini o'tirib qo'ygan do'stlarimizdan birisi Erola bo'lib hisoblanadi. Germaniyadagi erkin saylovchilar partiyasiningki Avrupa Parlamentiga saylangan bu parlament a'zosi bilan 2020 yıldan başlap dostluk, tanışış vaziyetini şekillendirdik. Biz bu jarayonda mayli Eroğlu bo'lmasin veya keyingi vaqtlardagi Bütikofa efendiga o'xshash Avrupa Parlamentiga
Germaniyadan a'zo bo'lib qatnashgan va ulardagi shu Uyg'ur masalasini eng kuchli ilgari surayotgan parlament a'zolariga har vaqt Uyg'urlar masalasi haqidagi eng yangi ma'lumotlarni sunish bilan birga vaqtda bularningki yordami va qo'llashi orqali boshqa parlament a'zolariniki Uyg'ur masalasiga bo'lgan qo'llashini qo'lga keltirishga tirishib keldik. Albatta, siz deganingizdek Yevropa parlamentida 700 dan ortiq parlament a'zolari bor. Bu ya'niki bu 700 dan ortiq parlament a'zolari 20 dan ortiq Yevropadagi har qaysi davlatlardan vakillar bo'lgan. Demak, bularningki hammasiningki butun Yevropaning ichidagi va dunyo vaziyatiga aloqador nurg'unlagan temalar bo'ladi. Albatta, Uyg'ur masalasi bizningki o'zimizning xalqining masalasi, o'zimizning jonajon manfaati, jonajon masalasi bo'lganligi uchun biz uchun favqulodda muhim bilingan bilan, lekin bu Yevropa davlatlarininki siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va geopolitik sohasidagi nurg'unlagan masalalar atrofida bir masala o'tirg'i chiqish uchun favqulodda jiq xizmatlarni ishlashga to'g'ri keladi. Biz bu jarayonda degandek jumladan bizningki Bryusseldagi ishxonamiz va u yerdagi xodimlarimiz, shu yerdagi yerlik jamoatlar, Sharq Turkiston tashkilotlari bilan yaqinda hamkorlashib, bu yerda har xil faoliyatlarni o'tkazish orqali va bu hozirgidek ekran yuzida chiqib deyishga bo'lmaydigan nurg'unlagan oqibatdagi ko'zga ko'rinmaydigan xizmatlarimiz orqali biz bu yerda nurg'unlagan parlament a'zolariga, har qaysi davlatlardan kelgan parlament a'zolariga o'zimizningki talab va fikrlarini o'tirib qo'yishdan birga ularningki qo'llashini qo'lga keltirdik. Albatta, bu yerda abay deb o'tgandagidek nurg'unlagan temalarning ichida bu Uyg'ur temasiningki Yevropaninki bir muhim kun tartibiga kelishi uchun ko'zga ko'rinmaydigan nurg'unlagan xizmatlar ilib berildi. Bu xizmatlarningki natijasini biz hozir ko'ryapmiz. Albatta, onu ishlagan xizmatlarni biz bu yerda hammani bir-birlab tilga ilib o'tirmaymiz, lekin mushu xizmat jarayonida bizning xizmatlarimizga moslashgan har qaysi Sharq Turkiston tashkilotlariga va har qaysi davlatlardagi yerlik qarindoshlarimizga va Uyg'urlarni qo'llaydigan insonparvar Uyg'ur do'stlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Köpten köp rahmat. Hamda bir masala, hamda haqiqatan degandekdek Yevropa parlamenti nihoyatda ko'p qarorlarni oladi, ham bu xizmat nihoyatda jiddiy bo'ldi. Hamda bu yerda zo'r ko'p sonliq odamniki bu birdek bu qarorni qo'llashiga nima sabab bo'lgan? Aslidagi bu 6 moddalik bu qaror nima uchun bunday kuchli shaklda qo'llashga erishdi? Bu to'g'riliqni bir qisqacha tushuntirib bersangiz rahmat. Burada elbette Avrupa demek bu Uygur meselesi degandekidek Avrupa parlamentininki kun tartibiga tunigun bir gün kelib qolgan bir masala emas. Hammamiz agar şu Avrupa Uygur meselesiniki Avrupada bir muhim bir kun tartibga aylanish tarixiga qaraydigan bo'lsak, biz jumladan Dünya Avrupa Qurultiyi boshchiligidagi Sharq Turkiston tashkilotlarininki bu Yevropa parlamentiga va jumladan Yevropaning har qaysi davlatlaridagi siyosatchilarga bu Uyg'ur masalasini anglitishdan iborat jiq tirishchanlikqa yo'shinib ketdi. Biz Yevropa birligida, Yevropa ittifoqida Uyg'ur masalasiniki bundaq zo'r ko'p ovoz bilan qo'llashga erishish uchun jiq tirishchanliklarni ko'rsatdik. O'tganki bir qancha yillardan buyon Dünya Avrupa Qurultiyi mesela Avrupa parlamentida bir qancha navbatlik Uyg'ur do'stlik guruhlarini shakllantirdi va shu Uyg'ur do'stlik guruhlari orqali Yevropadagi har qaysi parlament a'zolariniki shu Uyg'ur masalasini tonishi, tushunishi va ularningki shu xizmat kun tartiblarida Uyg'ur masalasiniki o'tirib qo'yilishi uchun jiq tirishchanliklar bo'lib o'tdi. Albatta, hozirgi Xitoy hukumati jallod Xitoy hukumatiniki inshaalloh Shi Jinpingniki aziz xalqimizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikninki mayli ko'lam jihatdan bo'lmasin, mayli uninki ichinishlik jihatdan bo'lmasin, favqulodda bir ig'ir bir masala bo'lganligi bu Yevropa parlamentininki Yevropa siyosatchilarininki bu masalaga sal qarshi bo'lmaydigan
bo'lishning eng muhim omillaridan birisi. Lekin aynı zamanda shuni bilib yetishimiz kerakki, dunyoda ichinishlik ahvollar, dunyoda degandek bu siyosetchilarniki diqqatini og'dirishga tegishli bo'lgan muhim taqozo qilayotgan masala albatta oz emas. Albatta biz uchun bu masala favqulodda muhim bo'lgan bilan, lekin boshqalar uchun bu masalaninki favqulodda muhim bir masala bo'lishi natayin. Shunga bu yerda bizdagi izish va vatanimizdagi bu irqiy qirg'inchilik bo'lganlik uchun bu masala bunda bo'ldi deb desak bo'lmaydi. Xatolashgan bo'lamiz. Bunun keyingi nurg'unlagan xizmatlar yo'shinib yotgan. Biz degandagidek bu Uyg'ur masalasini yillardan beri Uyg'ur do'stlik guruhidagi shu o'tganki bir qancha navbatlik Uyg'ur do'stlik guruhidagi Uyg'urlarni so'ydigan, insonparvar, adolat tarafida turadigan Yevropa parlament a'zolarininki izchil qo'llashi, hamkorlashi, yo'l ochib berishi, sahnalarni ta'minlab berishi bilan biz bu yerda bu imkonlarning hammasidan foydalanib Uyg'ur masalasini olib keldik. Mushu bu bugünkidek bundaq Yevropa Uyg'ur masalasiga bundaq cho'ng ovoz bilan, ya'ni bundaq yuksak mutlaq ko'p qism ovoz bilan qo'llashga erishishi asallam ro'yobga chiqqan bir natija emas. Ko'pdan ko'p rahmat tafsiliy tushuntirishingizga. Endi yana bir savol. Ham bu qaror elingandan keyin Xitoy haqiqatan o'ltiramay chichangishib ketyapti. Yevropa zaharxandlik bilan Xitoyning ichki ishiga aralashdi degandek sapsatlarni so'zlayotdi. Ham bu qaror qonunsiz deb o'ylab yurdi. Hem her taraftan o'ziniki to'rt cho'moqchilarini ishlatib bu qarorga qarshi surkashga Yevropa qarshi surkash ko'rinyapti. Sizningcha bu qaror Xitoy Yevropa munosabatiga qanday surkilishlarni olib keldi? Hem Uyg'ur davosi qanday bir ijobiy ta'sir ko'rsatdi? Bundan keyin bu to'g'riliqni bir tushunchangizni so'zlab bersangiz rahmat. Ko'p rahmat. Nihoyat muhim bir savol bo'ldi. Albatta bir qarmoqqa bu bir mudaq bir aytilib qo'ygandek bir gap bo'lishi mumkin. Agar bu masalaninki bu qarorninki mohiyatiga cho'nqur cho'kkan vaqtimizda jumladan Xitoy hukumatininki, ya'ni dunyoda o'zini dunyodagi ikkinchi cho'ng bir darajadan tashqari, dunyoda o'zini ikkinchi cho'ng darajadan tashqari bir kuch deb hisoblaydigan bundaq bir davlatninki Yevropa parlamentiniki bu qaror chiqarishi bilan bu qadar rahatsizlanib o'tirolmay qilishi va buningga davlatninki Xitoy davlatininki yuqori darajali tarmoqlarining inkos qaytarishga majbur bo'lishi albatta buningki Xitoyninki qanchalik yig'irga tekkanligi, Xitoyning manfaati uchun qanchalik bir ziyonli bir ish bo'lganligini ko'rib yetmak nihoyat o'ng'ay. Lekin shundoq bo'lsa-mu, men bu yerdagi bir 3-4 nuqta orqali bu qarorninki ahmiyat to'g'riliq bir ishonchlarni so'zlab o'tmoqchi, ko'rmanlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Masalan, birinchidan bu qaror Yevropadagi xalqlarninki shu Xitoy siyosatining mohiyatini to'nib yetish uchun bir kuchli dalillarni ta'min etadi va shundaqla bu Xitoyninki epirvatgan ta'til tashviqoti bilan shu haqiqatni ostini o'tishini qilish qoriniyatini bechit qiladi. Nima ish bundoq deymiz degan vaqtida garchi bizning nazarimizda Xitoy hukumatininki bizga yurgizgan irqiy qirg'inchilik siyosati op-ochiq, uningki dalil isbotlari ko'p bo'lgandek ham bilan, lekin bu dunyoni qoyil qilish uchun bizdan talab qiladigan isbot, bizdan talab qiladigan bu reallik yomon cho'ng bo'ladi endi. Ya'ni Xitoy hukumati bu yerda o'zi shu xalqimizga irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizishdan bir vaqtda chet ellarda o'zininki har xil tashviqot qurollari, vositalari va cho'moqchilaridan foydalanib bu vatanimizga, xalqimizga yurgizayotgan bu ichinishlik siyosatini to'g'ri ko'rsatishga, haqli ko'rsatishga, ya'ni mundaq bo'lganligi uchun biz mushuni qilishga majbur bo'ldik deb ko'rsatish orqali o'zini Xitoy davlatininki o qarorini xalqning nazarida to'g'ri qildi-ku, bu mushtaqsi bo'ldi ekan bu degandek mundaq bir xato tushunchani qilishga urinib kelayotgan edi. Bu Yevropa parlamentininki xalq o'zi saylagan, Yevropadagi 300 milliondan oshiq xalq saylagan 700 dan oshiq
parlament a'zolarining ichidagi mutlaq ko'p qism parlament a'zolariniki bu yerdagi Xitoyninki xalqimizga yurgizayotgan siyosatini moyil to'g'riliq bergan bu yakuni bu Xitoyninki jumladan Yevropada elib borayotgan ta'til tashviqotiga haqiqatni ostini ustun qilish bu qora niyatiga berilgan intayin qattiq zarba bo'lib hisoblanadi. Ya'ni Xitoyninki tashviqoti qanday bo'lishidan qat'iy nazar Yevropa parlamentidagi bu qarori Yevropadagi xalqlarninki endişelerini onundan başka müşahede bulunmakta işindeki reallığı boğan təəccüblərini yoxdur. Bu bunun en çok faydalarından birisi. İkinci noktada ilk vaxtda bu Avrupadaki bu karar Avrupadaki arkadaşlar devletlerinin şu Uygur meselesiga ciddi karar çıkarışı ve dadil tedbirlerini yapışığı yol açıdı ve rağbetlendirdi. Yani Avrupa özünü köpçük bilgendikidek nurgulluğun küçük devletlerden teşkil tapkan. Şunda boğalık için bu küçük devletler Xitayga okşaş gigant bir devletler raqabetleşken sürkülüşke vaxtıda özününki bu menfaatininki fevkalade cık ziyan yetişine oylap meyli siyasi, meyli iqtisadi cihetlerde bazı tedbirlerini ilişte biraz kendine çekindiğin ahvallar var. Elbette Avrupa parlamentininki bunda kararını çıkarışı Avrupa'daki halk sayılgan şu vekillerininki. Bu meselenin kendinde turduğanlığı, bu meseledeki fikrininki qanday ekanligini o'tirib qo'ydi va bu aning kendidan Yevropadagi davlatlarga jumladan Germaniya, Fransiya qatorliq Yevropadagi g'ol davlatlarga berilgan qattiq bir signal, ya'ni Yevropa ittifoqininki Uyg'ur masalasidagi nishoni ochiq va Yevropadagi har qaysi davlatlar mu dadillik bilan bu Uyg'ur masalasiga nisbatan zo'r deb qaragan tadbirlarni ilishga rag'batlantirdi. Yani üçüncü bir noktadan ve oylayman bu karar bu Avrupa Komisyonu'nunki Xitoy bilan bek doston bo'lib ketishi ve şu iqtisod menfaatlarini deb insonparvarlikni olqigan siyosatlarninki maydonga chiqarishniki oldini oladi. Biz bilamiz bu Avrupa Komisyonu Avrupa ittifoqininki bir birleşme en yuqori davlat organi bo'lib hisoblanadi. Bu Avrupa Komisyonu chiqargan qarorlar Avrupa parlamentininki Avrupa parlamentindeki kanunlaştırışı arkalık hani kendinden icra olan. Elbette bu digenlikten özü Avrupa Komisyonu niye mi kısa buldu digenlikten derek vermeydi. Ve tahminimiz ki mevlum Xitay bilen Avrupa arasındaki fevkalade tarihi ehemmiyetke ve stratejik iqtisadi ehemmiyetlerge ega olan universal meblağ silish anlaşması ötken 2016 yıldan bu yan ta bir gün geçe resmi emmelişip olamadı. Gerçi Germaniya, Avrupa'nınki gol motor devleti olan Germaniya ve Fransa'dan ibaret iki devlet bir yerde bu Avrupa İttifakı vakaleten bu anlaşmayı imza atkan bolsunmu, lekin bu Avrupa parlamenti kelgeni to'sib qoldi. Nimaga? Çünkü Avrupa parlamenti bununla karar vermese, yani bunu tasdiqlamasa bu qonun, yani bu kelishim icraiyat bosqichiga kirenmeydi. Elbette bunun şu kararınki en çok faydası mı? Bunun şuna okşaş Avrupa Komisyonu'nunki özününki insanperverlikten çıkan özününki fayda prensipli nizamlardan çıkıp doğan halda bu Xitay bilen iqtisadi menfaatlardaki bundan yıkılışıp ketişine nisbeten en çok tosuluk oldu ve putluk aşağı oldu. Ve digandagidek Avrupa İttifakı'nınki bunda Uygur meselesi tutkan oçuk ve roşan meydanaga qarab Avrupa Komisyonu mu Xitay bilen bo'lgan strategiyalik tengşeşler, bo'lgan munosabatlarda zarur bo'lgan strategiyalik tengşeşlerini yapışqa mecbur qiladi. Yani umumyüzlik qilib aytgan vaqtida bu Xitoyninki Avrupa bilan birlashib Amerika qarshi turish, g'alib ellerindeki bu Xitoy qaratgan meydanda tevriniş ve bölünüş şekillendiriş hilin neyranlarını biçit kıldı. Digandagidek bu Amerika'nınki Amerika'nınki ve Amerika'nın etrafındaki ittifaktaşlarının bu Xitoyninki bütün dünyada
kötüleşi ve dünyanı özününki isteyen, ihtiyar kılan bir sistemisine çürüş bu planını toşkulluk kılış için hareket kıvakalıqını hemimiz bilimiz. Lekin bu yerde Avrupa yılgıl bir halette turvatkaydı. Xitay hazır Amerika ve onun etrafındaki bir kısım devletlerden kaçırıp koydu. Lekin Avrupa'nı kaçırıp koyuşunu xalamaydı. Avrupa şu Xitay'nınki onun umumyüzlük geostrateji planında fevkalade mühim konuda turdu. Bu Avrupa parlamentindeki çıkan bu kararı bütün Avrupa'nınki özünün Xitay'dan boğan siyasi ve iqtisadi münasebetlerine qaytadan bir gözden geçirip çıkışıga ve bu münasebetlerde zürrü olgan tanışlaşlarını elip birişga mecbur kıldı. Şuna boşundaq bir qancha çoğun yönlüşlerden bu Avrupa Parlamentinden çıkan kararınınki xalqimizningki taqdiri üçün, xalqimizningki kelgisi üçün cümleden Xitay zalim hakimiyetiningki acizleşi ve ağdırlışı üçün çoğun stratejilik menfaati var. Deyişki oldu. Nəhayət ətraflıq düşəndirib bədiniz, rəhmət. Əmdim şu bir həftə bo'lib qoldi bu qaror e'linganға. Əmdim şu qaror to'g'riliq qo'shimcha sizniki o'ylaganlaringiz bo'lsa, qisqa bir anlagan bo'lsak, ya'ni so'zingizni bir yig'inchoqlab beramsiz. Elbette bu bir karar bilen biz halkımızdaki beşideki bu külfetlerini kötü bitiş yetmeydi. Bizdenki aldığımızda kıldıran hizmetlerimiz bunun da mı mühim, bunun da mı ciddi. Biz hem de Avrupa Parlamenti'ndeki çıkan bu kararını her kaysı devletlerde yekilleşimiz gerek. Yani her kaysı yerlik devletlerde cümleden bu Uygur kırgınçılığını itiraf kılmayan devletlerde Uygur kırgınçılığını itiraf kıldırış, Uygur kırgınçılığını itiraf kılmayan devletlerde Avrupa'nınki bu ortak meydanını ilgili sürgen alalda her kaysı devletlerinki dadıllık olan özününki Xitay bilen boğan münasebetlerindeki ciddi tanışlaşlarını ettirişki mecburlaydıgan cümleden bu Uygur mecbur emniyet meselesi de bu teminat zinciri meselesi saklanıbatkan ağır meselelerde Xitay'a karşı embargo, Xitay'a karşı, Xitay'nınki meselelere karşı boğan tekşiriş ve takiplerini küçeytiş, Katarlık nurgulluğun emeli kararlarını ilişki eydekçilik kılış gerek. Demek bizden aldığımızda mağdığan yolumuz uzun. Lakin bu bizden aldığımızda mağdığan yollarımızı Avrupa Parlamenti'ndeki bu mühim kararı, tarihi kararı aldığımızda mağdığan yollarımızı kolaylaştırıp durdu ve ustuklarımızı yıkılaştırıp durdu. Köp rahmet, kıymetli vaxtınızın çıkarıp programımızı kelginiz için. Rahmet eytimiz. Bugün şunda ciddi bir günke siz için nurgulluğun jığınlar orlaştırılgan şunda atılmış ki jığınlar arasında bu programını oңuшлuk orlaştırıp aldık. İşlerinizden ki texim oңuшлuk buluşunu ümit kılımız. Rahmet. Sizge rahmet. Hürmetli görürmenlerimiz şunun bilen programımız müşahede ayaklaştı. Kadirli görürmenlerimizden mi kıymetli dikkatli rahmet etimiz. Sahipimizin texim yaxşılaş için fikir teklifler bolsa kızgın karşı alımız. Aziz görürmenlerimizden kanalımızga a'zo bo'lishni ve hem berilishini unutup kalmaslıkını ümit kılımız. Hoş vaqt bulunla. Allah'a emanet.